2026-yilning ilk kunlari men sizlarga hozir bir o'zimcha bir motivatsion gap aytmoqchiman. Faqat bu motivatsiya gapni bilasizlarmi, farqi nimada? Bu layk uchun, siz do'stlaringizga yorish uchun emas. Bu shu ichkarida bir narsa qiynayotgan bir fikr bo'ladi hammani o'zida. Ehtimol bu videoda siz ham o'sha o'zingizni qiynab turgan narsalarga javob toparsiz yoki bo'lmasam o'zingiz chetdan ko'rarsiz. Ehtimol biz ham fikrdirmiz. Mana ko'pchilikni men ko'rdim, eshitdim, kuzatdim, gaplashdim. Yaqinda ham bir o'zim shunaqa bir voqeaga duch keldim. Insonlar o'ylaydiki, ishi yaxshi bo'lib yurishib ketsa, yaxshi topsa, yaxshi yeb ichsa, katta bir boylik maqomida yashasa, moliyaviy erkinlikka chiqib olsa, o'ylar ekanki, ko'pchilik, ming afsuski, juda ham ko'pchilik o'ylar ekanki, men ishimni nimadir to'g'ri qilyapman. Men Allohga xush kelgan joyim bordir deb o'ylar ekan. Ustozlar bizga shunaqa o'rgatadiki, hech qachon o'zingdan ko'rma. Bir senga nimadir ne'mat berilsa, o'zingdan ko'rma. Ehtimol onamning barakasidandir. Ehtimol otamning barakasidandir. Ehtimol ayolimning barakasi, ehtimol akamni, ehtimol ukamni, ehtimol bolamni, ehtimol xodimimni barakasidir u. Shu uchun menga berayotgandir deb ko'rgin. Lekin o'zingni ustun sanama deyshadi. Aytmoqchimanki, o'zim bir yaqinda shunaqa suhbatga bir duch kelib qoldim. O'shanda men gapirdimki, bu nimadan emas, Alloh meni yaxshi ko'rgandan emas. Lekin niyat qilaman, yaxshi ko'rgani uchun siylabdi deb gumon qilay. Shu uchun bo'lsin ish qilib, istidraj bo'lmasin. Buni oxiri yomon, buni javobgarligi bor degan narsaga javob bergandim. Keyin o'ylab qoldim. Qarasam, juda ham ko'pchilik shunaqa fikrlar ekan. Hech qachon o'zingizlardan ko'rmanglar. Hech qachon. Men zo'rman, men yaxshiman, men gapni do'ndirib qo'yaman, bir ishimni zo'r qo'yayotgandirman, loyiq bo'layotgandirmanki, bir menga Alloh sochyapti deb halok bo'lgani shu bo'ladi. O'zingizga baho bermang, hech kimsiz. Men layk bosish uchun gapirmayman, men do'stlaringizga yuborib tashlash uchun gapirmayman. Bilmayman, 100 ta odam ko'rar, bilmayman, 1 million odam ko'radi. Men bilmayman bu videoni. Maqsadim kerakli odamga yetib borishi bo'ldi. O'zi uchun fikr qiladi, ham fikrlarim o'zi topib, o'zi qadrlaydi buni.